Bekobodda katta pojar bo'lyapti. Buni ko'rmasanglar bo'lmaydi. Hozir ko'rsataman, tayyor turinglar. 400 ming so'm pul, 1000 so'm zdach sizga. 399 ming so'mga 11 ta mahsulot xarid qilishni bilarmidingiz? Tayyor turing, hozir o'rgataman. Siz sanab turing. Birinchi mahsulotimiz Shivaki polavtomat 7 kiloli, atiga 88 ming so'm. Sandiqchali oshxona ugoloklari atiga 69 ming so'm. Men bunaqa arzon narxda ko'rmaganman. Agar siz ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyada fikringizni qoldiring. Bundan ham qiziq hali oldinda ketdik. Shivaki mini pechi atiga 46 ming so'm. Aksiya ichida Shivaki pilisos ham bor. Atiga 87 ming so'm. Hisoblab turibsizmi? Davom etamiz. Atiga 16 ming so'mga gilam eshitganmisiz? Nafis 2 ga 3 gilamlari atiga 16 ming so'm. Smart televizorni men bunaqa arzon narxda ko'rmaganman. Ko'rib turganinglardek Monix 32 talik televizori atiga 78 ming so'm. Bundan zo'rlari hali oldinda. Atiga 4 ming so'mga oshxona sushilkasi, 4 ming so'mga kapkir nabori, 2,5 ming so'mga pichoq nabori, Tefal 1800 so'm, termos esa 3600 so'm. Ko'rib chiqqan 11 ta mahsulotimiz atiga 399 ming so'm. Bu aksiya Techno City'ning Bekobod, Guliston, Chirchiq va Yangiyo'l filiallarida 5-mayga qadar davom etadi. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Sizni kutib qolamiz.